Amerikalik bu odam bo'yi 3 metrlik animatronik robot qotilni yasayotganini bilarmidingiz? Bu robotning muallifini aytishiga ko'ra, u 50 km/soat tezlikda yugura olishi mumkin ekan. Yana kamiga ovozsiz hech kimga sezdirmay yura olish qobiliyatiga ega ekan. Shu sababli ham muallif uning ismini Noisy deb atabdi. Uning aytishicha, bu robot ideyasini Five Nights at Freddy, ya'ni Freddy bilan 5 tun nomli video o'yinidan olgan ekan. U yerda o'yin qahramonlari, ya'ni animatronlar bolalarni xursand qilish o'rniga o'z vazifalarini bajarmagan yovuz rollarda ko'rsatib berilgan. Mana shuning uchun ham ko'pchilik Noisy robotdan xavotirda. Eng qo'rqinchlisi, u boshqalarning uyini kuzatish uchun bo'yini ham kichraytira olar ekan. Bundan tashqari, u olov, suv, o'qlarga juda ham bardoshli ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunaqa bo'lishi o'zi qonuniymi? Bu robot qotilni yasayotgan odamning ismi Citra va u hamma yasalish jarayonini o'zining sahifasiga joylab borar ekan. Agar o'sha videolar sizga qiziq bo'lsa, bemalol bizning Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i, kommentariyada uni kuzatuvchilari bu robot odamlar uchun xavfsizmi deb so'raganida, Citra o'zi hali aniq bilmasligini ta'kidlab o'tdi. Aslida hammasi mana shu rasmdagi chizmalardan boshlangan ekan va hozir u tana qismini deyarli to'liq bitiribdi. Biroq kommentariyadagi odamlarning fikriga ko'ra, u allaqachon robotni bitirib bo'lgan, lekin to'satdan robot egasiga bo'ysunmay qochib ketibdi. Lekin sizni bu robot haqida fikringiz qanaqa? U bitganidan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha